Mustaqillik xalqimizning eng buyuk boyligi va bebaho ne'matidir. Mustaqilligimizning 35 yilligini yuksak faxr bilan nishonlaymiz. Mustaqillik tufayli yurtimiz tinch, osmonimiz musaffo. Bugungi yangi O'zbekiston bunyodkorlik va taraqqiyot yo'lida dadil odimlamoqda. Biz yoshlar vatanimiz ravnaqi uchun bilim olishga, yurtimiz taraqqiyotiga munosib hissa qo'shishga intilamiz. Kelajak bizning qo'limizda. Kitob mutolaasi, ilm-fan va ma'naviyat har bir yoshning eng katta boyligidir. Bilimli avlod yangi O'zbekistonning mustahkam poydevoridir. Mustaqillikning 35 yilligi bu xalqimiz erishgan yutuqlar, bunyodkorlik va porloq kelajak sari dadil qadamlarimiz ramzidir. Biz yangi O'zbekiston yoshlari vatanimiz ravnaqi uchun bilimimiz, kuchimiz va g'ayratimiz bilan xizmat qilamiz.